Assalomu alaykum ertaksevar jajji bolajonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi. Bugun sizlarga Qarg'a bilan tulki nomli ertakni o'qib eshittiraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir kuni qora qarg'aning qorni juda ham och qopti. Nima qilsam, nima yeysam ekan deb o'ylabdi. Nihoyat o'rmon chetidagi qishloqqa borishga qaror qilibdi. Qishloqda derazasi ochiq bir uyga kiribdi va stolda turgan bir bo'lak pishloqni o'g'irlabdi. Maktabga bormagani tufayli boshqaning pishlog'ini ruxsatsiz olmaslik kerakligini bilmas ham ekan. Uchib o'rmonning eng baland daraxtiga chiqib olibdi. Shu payt hali nonushta qilmagan tulki pishloqning hidini sezibdi. Ichida makkorona o'ylab qarg'adan pishloqni olmoqchi bo'libdi va ovi tomon yo'l olibdi. Qilishim kerak bo'lgan yagona narsa qarg'aning og'zini ochtirish. Gapirish uchun og'zini ochar-ochmas pishloq qo'llarimga tushadi, deb o'ylabdi. Qarg'a qo'ngan daraxt tagiga boribdi. Pishloqning hidi ancha ishtahasini qitiqlay boshlabdi. Tulki, "Xayrli tong. Sizga qarab to'ymayapman. Patlaringizning silliqligi ko'zlarimni qamashtirib yubordi-ya. Umrimda bunday chiroyli patlarni ko'rmaganman", deya qarg'aga xushomad ura boshlabdi. Tulkining maqtovli gaplari qarg'aga juda yoqib tushibdi. Ammo og'zida pishloq bo'lganligi uchun javob bera olmabdi. Tulki rejasi amalga oshayotganligini ko'rib juda xursand bo'libdi. Qarg'a, "Bu dunyoda mening ham qadrimni biladiganlar bor ekan", deb o'ylabdi. Maqtovlar shunaqangi yoqib tushibdiki, "Men juda chiroyli qushman", debdi kibru havoga berilib. Tulkining ovozi bilan qarg'a xayol og'ushida uyg'onibdi. "Qarg'a birodar, agar ovozingiz ham patlaringiz kabi chiroyli bo'lsa, bu o'rmonda hech kim sizga teng kela olmaydi". Qarg'a chiroyli ovoz bilan tulkiga qo'shiq aytishni xohlabdi. Og'zini ochganda pishlog'i tushib ketish xayoliga ham kelmabdi. Oxiri qarg'a chiroyli ovozida endi qo'shiq aytmoqchi bo'lib, "Qaq" deyishi bilan og'zidagi pishloq tushib ketibdi. Shuni kutib turgan tulki pishloqni qo'lga kiritibdi. Vaqt o'tkazmay pishloqni yeyishni xohlardi. "Osh bo'lsin o'zimga", deyishni ham unutmabdi. Qarg'a avvaliga nima bo'lganiga tushunmay qolibdi. Tulkining gaplarini eshitgach, aldanganligini sezibdi. Aldanganigami, pishloq qo'ldan ketganigami, ish qilib rosa kuyunibdi. Ayyor tulki esa mazza qilib kulardi. Qarg'aning jahli chiqib, "Patlarim chiroyli edi, shirin ovozimni eshitging kelayotgan edi-ku. Nima bo'ldi?" debdi. Tulki, "Bularning barchasi yolg'on edi. Sen mening maqtov aralash aldovlarimga laqqa ishonding. Sen maqtovlarni yaxshi ko'rasan. Men esa pishloqni. Maqtovlarimga aldanmasliging kerak edi. Endi o'zingdan o'pkala", debdi. So'ng pishloqni olib u yerdan ketibdi. Qarg'a esa tulkining ortidan qaragancha qolibdi. Qarg'a kichkinagina pishloq bilan kattagina saboq olibdi. Maqtovli gaplarga aldanmasligi, o'zini boricha qabul qilish kerakligini tushunib yetibdi. Pishloqni ham ruxsatsiz olganiga pushaymon bo'libdi. Aziz bolajonlar, bir ertak sababli o'zimizga qanchadan qancha ibrat olishimiz mumkinligi haqida albatta o'ylab ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat.